Endi nomi bilan tanilgan avtomobilimizda qiziq holatga duch keldik akalar. Mashinamizda suvda yurgan ekan mashina. Antifrizda emas. Shu motorda orqa qismida katta patrovka ulangan pompani orqasida trubka bo'ladi. Qoqilgan bo'ladi. Shu trubka bu mashinamizda shlankalarni sug'urganimizda shlankan patrovkani o'zi germetka qilingan hisobiga germetka ushlab turgan ekan. Blok yopish turgan ekan. Ko'rib turibsizlar, ichida trubkasi yo'q, chirib yo'q bo'lib ketgan. Patrovkani ichida ham yo'q trubka. Oddiygina mana shunaqa trubka bo'ladi. Shu narsa suvda yurgani hisobiga chirib yo'q bo'lib ketgan. Blokka qoqiladi bu narsa. Blokda ham yo'q, patrovkani ichida ham yo'q. Strushka bo'lib ketgan, maydalanib yo'q bo'lib ketgan bu mashinamiz suvda yurgani hisobiga zang bosib, ko'rib turibsizlar, taglari zang bo'lib, suvlari zang bo'lib, chirib yo'qolib ketgan trubka. Mashinamizga yangi trubkalarini uстановка qilib, ishlarni chiroyli qilib, antifriz yoqib beramiz. Mashinani to'liq 100% antifriz qilib, ichlarni tozalab, kanallarni tozalab, antifriz qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni sifatli, a'lo darajada bitkazib beramiz. Joyinglar sog' bo'lsin.